Rasulullohning hazillari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga sahroylardan bo'lgan Zohir ismli kishi tez-tez kelib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahrodan topgan narsasini olib kelib berar edi. Payg'ambarimiz shahardan topgan narsasini berar edi, o'rtada chiroyli ulfatchilik bor edi. Bir kuni Zohir kelsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q. Qani Rasululloh? Ha, yo'q. Chiqib ketdi. Rasululloh qaytib keldi u ketishiga. Zohir kelib sizni so'radi. Qani? Chiqib ketdi. Rasululloh qarasa, namoz payti emas, masjidda bo'lmaydi. Demak, bozorda bo'ladi. Olib kelgan narsasini sotgani. Borsa, Zohir oldiga o'sha sahrodan topgan tutganini yayib sotib turgan bo'ladi. Rasululloh orqadan keladida shunday ikkala qo'lini qo'shib turib quchoqlab yerdan ko'tarib oladi. Haligi Zohir kimni quchog'ida turganligini bilmayapti. Rasulullohning quchog'ida turibdi. Qo'yib yubor meni deb turib bezovta bo'lyapti. Rasululloh unday qilgan hazili bilan to'xtamay, qul sotaman dedi. Haligi Zohir yana jahli chiqdi. "Ey, meni qul deyaptimi? Qo'yvor" dedi. "Qul sotaman" dedi Rasululloh. Kimni quchog'ida turganligini bilmayapti. Hamma yugurib kelib qaradi, Rasulullohning orqada turganligini ko'rib kulishdi. Shunda Zohir tushundi kimni quchog'ida turganini. Mana hazil. Qul sotaman deyapti. Hammamiz qulmiz, Allohning qullarimiz. Yerga qo'yib qo'yganida, "Yo Rasululloh" dedi. "Meni sotasizmi?" dedi. "Ha, meni sotsangiz kim olar edi meni?" dedi. "Ha, men ko'rimsiz, bu xunuk odam bo'lsam, bozoringiz kasod bo'ladi, meni hech kim olmaydi" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q, seni Allohning nazdidagi qadring baland" dedi. Mana Rasulullohning hazili. Rasulullohning hazilidan ko'yni ko'tarilyapti, quvyapti bu kishi. Sahobalardan biri aytadi, Tabuk g'azotida edik. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keldim, uzoq chodirda edi. Salom berdim, Rasululloh salomimga alik oldi. "Kiraveraymi?" dedim. Payg'ambarimiz, "Ha, kiraver" dedi. "Butunligincha kiraymi?" dedim. Payg'ambarimiz uning hazilini tushunib turib, "Butunligincha kiraver" dedi. Rasulullohga hazil qilishgan ekan, Rasululloh ham hazil bilan javob bergan ekan. Imom Termiziy Ahmaddan, Anas ibn Malikdan keltiriladi. Bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, g'azotga chiqishlik uchun ulov so'radi. Tuyamidi, otmidi bering dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Inni hamiluka ala waladin naqati." Men senga tuyani bolasini beraman dedi. Haligi odam, "Tuyani bolasini nima qilaman? Qanaqa qilib minaman?" dedi. "Ya Rasululloh, nima qilaman tuyani bolasini?" dedi. "Ha, tuyani bolasi bo'ladi" dedi. Ya'ni tuya beraman degani edi bu. Ha, filni bolasi bo'ladi, tuyani bolasi bo'ladi dedi. Bir ayol Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, meni erim sizni chaqiryapti" dedi. Payg'ambarimiz, "Man huwa? Kim u?" dedi. "Ahuva allazi fi aynihi bayad." "Ha, seni ering ko'zida oqi bor odammi?" dedi. Haligi ayol, "Yo'q" dedi. "Yo'q, eringning ko'zida oq bor" dedi. "Vallohi ko'zida oq yo'q" dedi. Payg'ambarimiz hazillashgan edilar. "Hammani ko'zida oq bor" dedi. Mana hazil, lekin chin hazil. Birovga azob bermaydigan hazil. Bir kampir kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh meni jannatga kirgizsin" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Albatta jannat unga kampirlar kirmaydi" dedi. Haligi ayol xafa bo'lib yig'lab ketdi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, "Borib aytinglar, kampir holatida kirmaydi jannatga" dedi. Haligi ayol eshitib xursand bo'ldi. Hazil shunaqa bo'ladi, birodarlar. Musulmonning hazil shunaqa bo'ladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan hazillaridan ayrim namunalar.